shu bilan dinga xizmat qilay deydi. Yoshligini, o'yin kulgilarini tark etadi. Ilm o'qishlik bamisoli igna bilan quduq kavlashdek gap. Alloh rahmat qilsin Amriddin akamizni. Mana farzandlari Mo'minjon, Muhammadjon akangiz otlar. Ismatulloh yosh edi bular menga olib borganlariga. Qur'onni o'qidilar, ilmi shariatni o'rgandilar. Mana ularning davomchilari Abdurahmon domlamiz, qorimiz farzandimizdan 30 pora Qur'onni yodlab qori bo'ldilar. Muhammadjonning qizlari qori bo'lishdi. Mo'minjonni hamma o'g'illari Qur'onxon, ahli oilasi ilmli. Qarang, bitta otani mehnati bilan butun oila Qur'onxon. Qur'onni o'qishlik savob. Uni o'qib amal qilishlik esa ikki dunyoning saodati. Payg'ambar alayhisalom aytganlarki, kim birovga ta'lim bersa,